Aka, assalomu alaykum. O'zbekmisiz? Yo'lingiz yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ish yo'qmi aka? Bir stroykada bir 4-5 oydan beri ishlab yotibmiz aka. Pulni olganmiz bir zadishga bu. Uyda bolalar bor. Ish qilsa yordam qiling. Numerimni yozib oling. Aytingchi aka. 8999 027 99 19. Kechroq telefon qiling, Rahmat javobini aka. aytamiz. Mayli, rahmat aka. Yordam qiling. Alo. Assalomu alaykum Husanboy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanidingizmi? Men Alisher akangiz bo'laman. Tanidim aka. O'rtamizda ozroq oldi-berdi pulimiz bor edi. Shuni qaytarib bermoqchi edim. U puldan aka o'zi men umidimni uzib bo'lgandim. Yo, ukajon, u sizda halol topgan pulingiz. Karta nomer aytasizmi yo birinchi joyda uchrashamizni? Birinchi joyda uchrashamiz unda aka. Yaxshi bo'ldi, bo'lmasa 1 soatdan keyin aytasiz adresni. Sog' bo'ling ukajon. U bo'ladi akajon. Assalomu alaykum Temurbek. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanidingizmi? Men Alisher akangiz bo'laman.